balandda tanda hayot achig'anda keragi yo'q erkan nafas ochilganda. Menga ber Xudo hamma joydan ol, domdanam baland, tomdanam baland, sakrama yo yiqilasana. Qolgan misralari ne yerda? Shu g'azalga ovoz bering. G'azal kodi 4-9, 3 och qiz. Assalomu alaykum taqsir. Va alaykum assalom. Keling Mavlona. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Qalashni sonlar. Ne sababdan ertalatdan nasrinangiz yo'q Mavlona? Nasrinam yo'qlig'im boisi kvartiramdan badarg'a bo'ldim taqsir. Hazaytangizga neto gapirdingizmi? Neto gapirmagan edim. 6 oydan buyon kvarplatani to'lamagan edim taqsir. Shuning uchun sizdan biron bir boshpana so'rab keldim taqsir. Aslo mumkin emas Mavlona. O'zi adna komnatli kvartirada juda ham ko'pchilik yashaydirmiz. O'sha adna komnatli kvartirangizga necha tilla to'lursiz? Tilla emas. O'zbek so'mida 40 ming so'm to'lurmiz. Shunda har bir kishiga 1000 so'mdan to'g'ri kelar, shundaymi? Odam boshiga 40ga chidagan biriga chidamabdi deydilar. Uyingiz chetidan bir to'biretga bo'lsa ham mayli taqsir. Uning ham iloji yo'q Mavlona. Nechun? To'biretkani balkondagilarga arendaga berganmiz. Yaxshi bironta bir afsaga topingiz. Sizdan bir ish chiqmasligiga ishongan edim. Sog' bo'lingiz. To'xtang Mavlona, bunchalar nidavolim bo'lmang. Sizning mening huzurimga mana shu problemada kelganingiz bois emas. Ne problemada keldingiz so'ylang. Topdingiz. Kecha qo'ng'iroq qilsam qo'lingiz o'chirilgan. Oqshomdami? Shunday taqsir. O'chirilmagan edi. Siz qaysi kompaniyadan menga qo'ng'iroq qildingiz? Uydan Rabita taqsir. Damashnidanmi? Shunday taqsir. Sizning yagona xatoyingiz shu keldi Mavlona. Fakitga o'ylab ko'ring. Agar men sizning qo'ng'irog'ingizni ko'targanimda, mening shotimga 8 tilla yozilgan bo'laverdi. Pishiqsiz, taqsir pishiqsiz. Xo'sh, ne sababdan qo'ng'iroq ayladingiz? Qo'ng'iroq qilganim boisi qanday aytsam taqsir. Siz aytingiz Mavlona. Tillarim bormaydir taqsir. Tillarim bormaydir. Ne bo'ldi? Qo'ng'iroq qilganimning boisi Ravjai halolingiz. Xo'sh. Diloramingizni ko'rgan edim. Mening Diloromni ne yerda ko'rdingiz? Skverda ko'rdim taqsir. Skverda? Skverning qayerida? Yo'lning bir chetida turib edi. Xo'sh. Uni biron otliq kimsa olib ketdimi? Otliq emas taqsir. Bir Mercedeslik kimsa keldi. Oq Mercedes. Keyin ular Flamingo barga kirib ketdilar. Har qadamda razolat, har qadamda xiyonat, inobat, ne'mat, ismat. Nima deyapman Mavlona? Sizga qo'ng'iroq bo'ladirmi? Mening telefonim vibratsiyada taqsir. O'zi bormidi? Ha, menga erkan. Sizga? Iron malikasi? Iron malikasi? Ne sababdan qo'ng'iroq qilmoqda? Qaysi Iron o'zimizni Surxondaryolik. Hozir bilamiz ne sababdan qo'ng'iroq qilmoqda. Alo, Malika Dilorom? Ne bo'ldi taqsir? Qaytarib qilingiz dedi. Ironni kodini bilmaysizmi? Ironni kodi esimda yo'q taqsir. Qaytarib qilsangiz kodi bilan borur. Hozir shunday qilarmiz. Alo, Malika Dilorom. Kecha yaxshi yetib oldingizmi? Nima qilursiz? Taqsir, nima qilursiz? 4 lahza uradirmen.
adashursiz. Hozir barcha kompaniyadan 4 lahzalik aloqani olib tashlagan. Hozirroq esdan qiz bo'lmaydimi? Suratga tushirsizmi, taqsir? Yo'q, antena yo'q Mavlana. Antena yo'q. Qochmamiz. Mana kvartiralar nima bo'ladi, taqsir? Qochma.